Biznes qilish uchun odamlar ikki xil toifaga bo'linadi. Biznes qilishi mumkin va biznes qilishi mumkin bo'lmagan odamlar. Keling, bugun biznes qilishi mumkin bo'lmagan odamlar to'g'risida gaplashamiz. Kimlar ular? Ular stressga chidamli bo'lmagan, ya'ni yuragi bo'shlar, har qanaqa vaziyatni negativ qabul qiladigan odamlar. Yaxshisi biznes qilmaganligi ma'qul. Chunki biznesda har doim stress bor. Har doim yo'qotish riski bor, ehtimoli bor. Siz yo'qotgan, yiqilgan paytingizda yiqilib o'rningizdan tura olmaydiganlar toifasiga kiradigan bo'lsangiz, yaxshisi biznes qilmaganligingiz ma'qul. 2 marta bankrot bo'lganman, juda katta bankrot, ya'ni moliyaviy bankrot bo'lganman biznesda deganimda, o'sha qanaqa bankrotligi to'g'risida ko'p savollar bo'ladi. Bugun o'sha to'g'risida gapirmoqchiman. Men 25 yoshimda, yosh oila paytimda, endi institut bitirib, endi yangi hayotga qadam qo'yayotgan paytimda biznes qilish g'oyasi fikri keldi va biznes qilishni boshladim. Uning uchun men tikuv sexini ochishga qaror qildim. Va tikuv sexini ochish uchun menga imtiyozli kredit berishdi, taklif qilishdi. Uni olib, xursand bo'lib men sex ochdim. U kredit menga faqat o'sha mashinkalarni sotib olishga yetardi. Men endi institut bitirib, endi ish boshlash jarayonida bo'lganligim uchun qo'shimcha mablag'im bo'lmagan. Men o'ylaganman, menda faqat o'sha mashinkalarni sotib olish uchun mablag' bo'lsa yetarli. Undan keyin men davom etib keta olaman deb o'ylaganman va juda ham katta xato qilganman. Men hali xomashyo olishim kerak, men hali arendaga joyga o'tirishim kerak. Chunki o'zimni binom bo'lmagandan keyin men hali sotuv nimaligini bilmayman. Mijozlarim kimlar mendan sotib oladi men ishlab chiqarilgan mahsulotlarni. Ularni bilmasdan men xursand bo'lib o'sha imtiyozli berilgan kreditga mashinkalar sotib oldim va uni boshladim. Buning uchun menga xomashyo kerak bo'ldi. Xomashyoni boshqa yo'l yo'q. Menda borib bozordan olishimga. Men to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchidan olishim uchun ishlab chiqaruvchiga ma'lum bir miqdordagi matoni zakaz, ya'ni buyurtma qilishim kerak bo'ladi. Meni buyurtmam ular uchun kam. Ular bunaqa kam buyurtmani qabul qilishmaydi. Tabiiy ravishda men majburman bozordan, ya'ni ishlab chiqaruvchi dilerga beradi, diler bozorga beradi. Men 3-qo'ldan xom ashyo olishga majburman. 3-qo'ldan xom ashyo oldim. Bu degani men uje raqobatlasha olmayman. Bozordagi ishlab chiqaruvchi taklif qilayotgan narx, bozordagi ishlab chiqaruvchi taklif qilayotgan mahsulot bilan men umuman raqobatlasha olmayman. Chunki ular aylanmasida puli bor. Puli bo'lganligi uchun, ya'ni mashinkalardan tashqari puli bor. Puli bo'lganligi uchun ular to'g'ridan-to'g'ri mato ishlab chiqaruvchi bilan muloqot qila oladi, ya'ni ulardan olib ishlab chiqarishga qo'ya oladi. Meni birinchi xatoyim. Bu birinchi xatoyimni o'zi meni juda ham katta yo'qotishga, ya'ni anaqani ishlab chiqargan mahsulotimni tan narxi oshib ketishiga olib keldi. Tabiiy ravishda bu narsalarimni sotish juda ham qiyin bo'ldi. Menda birinchidan yana sotish uchun ham mahorat bo'lish kerak edi. Bunda ham menda mahorat bo'lmagan, ya'ni bilim bo'lmagan. Bilimim juda ham kamlik qilgan. Bu meni ikkinchi xatoyim hisoblanadi. Sotishni o'rganmaganligim, bozorni tahlil qilmaganligim. Bu meni ikkinchi xatoyim. Birinchi xato, matoni qimmat joydan oldim. Ikkinchi xato, sotuv bo'yicha bilimim yo'q. Lekin vaqt o'tdi, kun o'tdi. Men imtiyozli bo'lsa ham kredit olganman. Men bu kreditni to'lashim kerak. Birinchi oyda men juda katta pul bo'lmaganligi uchun men o'zimni yonimdagi pulimni unga ishlatib, ya'ni birinchi oy yopdim, ikkinchi oyda ham shunaqa qildim, 3-oyda kimdandir pul olib turdim. 4-oyda yana shunaqa ahvol bo'ldi. Bu meni juda ham katta jarlikka, u paytda juda katta pul bo'lmasa ham, lekin endi biznes boshlayotgan odam uchun bu juda ham katta fojia, juda ham katta stress. Men uje yiqildim. Men allaqachon yiqilgan edim. Lekin kredit to'xtamaydi. Har oyda men mato olib narsa ishlab chiqara olsam ham, chiqara olmasam ham bu unga bog'liq emas. Men har oyda kreditim oyma-oy to'lashim kerak. Agar men to'lamasam, mashinkalarimni ular qaytarib olishadi. Qaytarib olganda ham arzon narxdan olishadi. Men shundoq ham yana qarzdaman. Yana qarzda qolib ketaman. Qarzda qolib ketdim. Men uni to'xtatib majbur bo'ldim. 1 yilga ham yetmasdan u biznesni to'xtatib majbur bo'ldim. Davlat ishida ishlab
oyligimdan kredit to'lashga. Mashinkalarimni ham shundoq ham sotdim, lekin ularni 50% arzoniga, teng yarim narxiga sotdim. Lekin men kreditni ularga 100%likka kredit to'lab turibmanki, bu menga yanada og'irlik qilib, o'zimni oyligim yetmaganligi uchun turmush o'rtog'imni oyligidan olib, ularning yordami bilan bu kredit to'lab yopildi va meni biznesim ham to'xtadi. Birinchi biznesim, birinchi stressim, lekin bu bilan to'xtashni xohlamadim. Yana 1 yil o'zimga kelish uchun davlat tashkilotida ishlab, mablag' yig'ishni boshladim. Endi ikkinchi safariga men o'yladimki, birinchi safardagi xatoyimni xulosasi mashinkalarni kreditga olganim bo'ldi. Agar men ularni kreditga olmaganimda edi, men bankrotlikka uchramasdim degan fikr o'zimga o'zim. Yana ustoz qidirmadim, o'zimga ustoz topmadim yoki kimdandir buni o'rganganim yo'qda. O'zimga o'zim xulosa chiqazib, buni o'zimdan o'zim o'rganishga harakat qildim. O'zi aslida bilmaydigan narsam qanday men o'zimdan o'zim o'rganishim mumkin edi. Buni iloji yo'q edi. Menga ustoz kerak edi, lekin men o'sha paytda ustoz kerak degan fikrga hali yetib kelmagan edim. Men endi harakat qildim. Ikkinchi martada mashinkalarni tikuv sexini ochish uchun mashinkalarni naqdga sotib olishga. Naqdga sotib olishim uchun bu sexga kerak bo'ladigan hamma mashinkalarni yig'ib, ya'ni trikotaj mahsulotini ishlab chiqarishga har xil mashinkalar kerak bo'ladi, har xil turdagi, har xil vazifani bajaradigan. Ularni hammasini olish uchun endi o'zimni mablag'imni, ya'ni davlat tashkilotida ishlab topgan oyliklarimni yig'ib men yana sex ochishga qaror qildim. O'sha paytdagi xatolarim bo'lsa ham yana qayta o'sha narsani boshlashimga, o'sha stresslardan chiqib ketib, hayotda bo'ladigan zarbalardan turishim uchun albatta yaqinlarim, asosan turmush o'rtog'im har doim qo'llab-quvvatlagan. Bu meni orzuim edi. Orzuda, maqsadda to'xtash yo'q. Yana harakat qilib, ular ham yana pul berdilar, yana o'sha mashinkalar hammasini yig'ib olib, bitta sex tashkil qildim. Birinchi sexim Xorazm viloyatida edi. Endi men undanda kuchliroq, ya'ni qimmatroq bo'lgan joyga kelib, yana bitta anaqa bo'lgan. Men Toshkentdagi bozordan olsam, xom ashyoni arzonroq bo'ladi, yana tan narxi arzonroq chiqadi degan fikrga kelganman va Toshkent shaharga ko'chib kelib, Toshkentda ochib, uni yuritmoqchi bo'ldim. Lekin yana ikkinchi xato, ya'ni birinchi marta bo'lgandagi xatoni men ikkinchi martadagida anglamagan joyim qolib ketgan bo'lgan. Bunisi men aylanma uchun mablag' yig'madim. Faqat mashinkani oldim. Aylanmaga mablag'ga yig'madimda ish boshladim. Men yana bozordan oldim. Ishlab chiqaruvchidan emas, bozordan oldim xom ashyoni. Qo'qondagi ishlab chiqaruvchilar bilan, juda katta bo'lgan fabrikalar bilan bunaqa kichkina sexlar raqobatlasha olishi mumkin emas. Imkoni yo'q bu narsani. Bozordan xom ashyo sotib olib, siz tikib, bozorga olib chiqib, ular bilan raqobatlasha olmaysiz. Endi ikkinchi marta meni sinishimga katta tadbirkorlar va juda ham arzon xom ashyo ola olish imkoniyati bo'lgan tadbirkorlar, ya'ni ular bilan raqobatlasha olmaganligim sababchi bo'ldi. Men yana ikkinchi marta 1,5 yil ishlab faoliyatimni yana to'xtatishga majbur bo'ldim. Endi o'ylab ko'rishim kerak edi. Birinchi marta xato qildim, ikkinchi marta xato qildim. Bu vaqtda men pul topib, yana biznes ochishim uchun 3-4 yil vaqt sarfladim. 3-4 yildan keyin yana bankrot bo'ldim. Bankrot bo'lganimdan keyin endi nafaqat pulim ketdi, endi ko'zim ochildi. Ko'zim ochilib, o'ylab ko'rdim. Nimaga men bankrot bo'ldim yana? Demak, biznesda ustoz kerak ekan, biznesda bilim kerak ekan, siz sotuvni bilishingiz kerak ekan, siz marketing bilishingiz kerak ekan uning uchun. Agar siz o'zingiz bilmasangiz, marketing biladigan, sotuvni biladigan odam ishga olish imkoniyatingiz bo'lishi kerak bo'ladi. Menda unisi ham, bunisi ham yo'q edi. O'shaning uchun ikkinchi bankrotdan keyin uchinchisida yana bankrot bo'lmasligi uchun o'zimga ustoz qidirdim. Agar yonimizdagi korxonaga borib, korxona rahbariga siz mana shunaqa katta korxona ochgansiz, qanday bu darajaga erishdingiz desam, u bir marta menga gapirib berishlari mumkin, lekin o'ziga raqobatchi bo'ladigan odamga ustozlik qilishi juda ham qiyin. Ular odatda ustozlik qilmaydi. Ya'ni boshqacha ustoz topish uchun boshqacha yo'l qidirishga majbur bo'ldim. Ya'ni shunaqa korxonada ishlash, ishlab tajriba orttirish. Ishlab tajriba orttirib,
o'sha joyda bu korxona qanday ish olib boradi, sotuvni qanday amalga oshiradi, ishlab chiqarish jarayoni qanaqa bo'ladi va buning uchun men ishlab chiqarish korxonasiga ishga kirdim. Rejani endi B variantiga o'tishga majbur bo'ldim. A variantida men o'ylagan edimki, men tez sex ochaman, tez boyib ketaman deb o'ylagan edim. Endi yo'q, boyib keta olmadim A variantda. Endi B variantga o'tib ishga kirib, ishda o'sha korxonani ichida bu narsani o'rganishga, bu narsani tajribamni oshirishga harakat qildim. Ishga kirib 1 yil davomida ishlab chiqarish bo'limida ishladim. Undan keyin 2-yilda 2-strategiya sotuvga o'tdim, sotuv bo'limiga. Sotuv bo'limida men bilmagan juda ham ko'p narsalar bor ekan, juda ham ko'p. Sotuv bo'limida ishlayotganimga mana 6 yil bo'ldiki, 6 yildan beri men hali o'rganib tugata olmadim. Men o'rganib tugata olmasam, endi bu orzuni to'xtatib, maqsaddan adashib ketib, bo'ldi, faqat o'sha ishxonada, o'sha korxonada ishchi sifatida qolib ketish degan narsa emas. Qo'shimcha bizneslar qilib, bu sotuv bilan birgalikda o'zimga qo'shimcha bizneslar, ya'ni qo'shimcha biznes sifatida men 6 yil davomida investitsiyani o'rgandim. Ya'ni passiv daromad. Passiv daromadda men hozir investor hisoblanaman. Nafaqat sotuv bo'limida tajribamni oshirdim. Men investorlikni ham o'rgandim. Hozir turar joylarga investitsiya kiritganman, investorman va undan tashqari sotuvda o'zimni rivojlantirib, yana qo'shimcha bizneslarim ham bor. Ularga alohida to'xtalib o'tishim kerak bo'ladi. Bugungi gapirishim kerak bo'lgan mavzu, gapirishim kerak bo'lgan fikrlar bu biznesni boshlayotganda bankrotlikdan keyin olinadigan stresslarda, odamlar yuragiga ta'sir qilib, juda og'ir bo'ladigan joylarda qanday chiqib ketish kerakligisida. Siz maqsadingiz aniq bo'lsa, sizni strategiyangiz bo'lsa, siz buni stress deb qabul qilmaysiz. Uni stress deb qabul qilmaysiz, ya'ni biznes qilishi mumkin bo'lgan odamlarga to'g'ri keladi u. Biznes qilishi mumkin bo'lmagan odamlar buni juda ham katta stress deb qabul qiladi, buni juda yo'qotish deb qabul qiladi va o'rnidan qaytib tura olmaydi. Ikkinchi toifadagi biznes qilishi mumkin bo'lgan odamlar, ular bo'lsa o'rnidan tura oladi va o'ziga B variantga o'ta oladi. Agar biznesni endi o'ylab ko'rayotgan bo'lsa, maslahat bergan bo'lardim. Oldin siz sotuv o'rganing, marketingni o'rganing, hisob-kitoblari qilib, undan keyin boshlashingiz mumkin.